Assalomu alaykum. Bugun 2026-yilda 4-mayi, challengeimizning 66-kuni. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, davlat ishida ishlayman. Davlat ishi, undan tashqari uy ro'zg'or ishlari dan ortib, to'g'risi ba'zida mana stadionga chiqaman, ba'zida fitness zalga boraman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, video syomka qildim, lekin montaj qilib, ya'ni sifatli, to'g'ri montaj qilib, uni vaqtida qo'ya olmadim, lekin challenge to'xtatib qo'yganim yo'q yoki zalda yoki dietani to'xtatib qo'yganim yo'q. Faqat syomka qildim, lekin montaj qilib YouTube'ga yoki Instagram'ga qo'yishga vaqtim bo'lmadi. Bu narsa uchun men uzr so'rayman. To'g'risi vaqtida qo'ya olmadim. Agar 2 yoki 3 video birdaniga qo'yib, shunaqa yetkazib olishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatishda, podpishka qilishda davom eting. Kuzatib boring, xudo xolasa, chiroyli qomatni birga quramiz. Endi to'g'risi unaqa shtangistlarga o'xshagan, kulturistlarga o'xshagan chiroyli figurani 1 yilda qurish qiyin. Nima bo'lsa ham sog'lom vez tashab, sog'lom ozib, qorindagi yog'ni yo'qotib, iloji boricha 8 talik press qilishga, chiqarishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xuddi shu kanalda, xuddi shu nick bilan Instagramda ham bor. Agar malol kelmasa Instagramga o'tib, Instagramdan ham kuzatishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Challengeimizning 66-kuni va challengeimiz davom etadi. To'xtab qolganim yo'q va to'xtab qolmaymiz ham. Birgalikda davom etamiz. Hammaga rahmat.